Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan ikkinchi darsimizni boshlaymiz. Tort va shirinliklar tayyorlashda eng ko'p foydalaniladigan muzqaymoqli kremni tayyorlashimiz uchun bizga 500 gram qaymoq, 200 gram zgushonka kerak bo'ladi. Ishimizni birinchi qaymog'i bozordan to'g'ri tanlashdan boshlaymiz. Qaymoqli kremingiz yaxshi chiqishi uchun, o'xshab chiqishi uchun bizga iloji boricha yog'sizroq qaymoq kerak bo'ladi. Agar foizda o'lchanadigan bo'lsa, 40-50 foizli qaymoqdan foydalanishimiz kerak. Iloji boricha qaymog'ingiz mana suyuqroq bo'lishi kerak va bu qaymog'i o'xshab chiqishi uchun birinchi navbatda buni muzdayroq haroratda ushlashimiz kerak. Ya'ni bizga ushlaganingizda muzdek bo'lib turishi kerak bu qaymog'imiz. Agar iliq xona haroratida turgan iliqroq qaymoqdan krem tayyorlamoqchi bo'lsangiz, siz muzqaymoq krem emas, sariyog'ga ega bo'lasiz va qaymog'i yog'i ajralib ketadi. Shunaqa bo'lmasligi uchun qaymog'imizni birinchi muzxonaga solib, ozgina muzlatib, haroratini tushirib olamiz. Qaymog'imizni ko'pirtirishni boshlaymiz. Buning uchun mikserni boshlanishida past kuchlanishda ishlatishimiz kerak bo'ladi. Agar siz birdaniga baland rejimiga qo'yib krem tayyorlaydigan bo'lsangiz, qaymog'ingiz chirish ehtimoli kuchayadi va kremingiz o'xshamaydi. Shu sababdan boshida birinchi va ikkinchi rejimida ko'pirtirishni boshlaymiz. Mana qaymog'imizni tayyor qildik deyarli. Qaymoq o'zini ko'pirtiramiz va mana izi tushishni boshlaganda to'xtatamiz va bundan agar o'tkazib yuboradigan bo'lsangiz, qaymog'ingiz chirib ketishi mumkin va shu holatida mana to'xtatamiz. Qaymoqqa mana ko'ryapsizlar, izi tushdi va qotdi. Endi bunga 200 gram zgushonkani aralashtiramiz. E'tibor beringlar, zgushonkalar ham albatta xolodilnikda turgan bo'lishi kerak. Agar bu ham iliq bo'lsa, xona haroratida bo'lsa, qaymog'ingizni chiritib yuborishi va muzqaymoqli kremingizni o'xshamasligiga olib kelishi mumkin. U zgushonkani o'zingiz xohishingizga qarab kamaytirib yoki ko'paytirsangiz bo'ladi. Men hozir sizga eng ko'p foydalanadigan grammini o'rgatyapman. Mana hurmatli kuzatuvchilarimiz, ideal darajadagi qaymoqli kremimiz tayyor bo'ldi. Mana. Agar sizda morojniy kremingiz mana shu holatda bo'ladigan bo'lsa, muzqaymoq kremingiz o'xshagan bo'ladi. Mana, lapatida turadi. Bu muzqaymoq kremingizni o'xshagandan dalolat beradi. Bu kremdan turli xildagi tortlarni va pirojnilarni tayyorlashda foydalansangiz bo'ladi. Agar men aytgan barcha holatlarni inobatga olib tayyorlaydigan bo'lsangiz, muzqaymoqli kremingiz har doim shunaqa o'xshab chiqadi.